Yaxshi, bugun soliq mavsumining birinchi kuni va menda Grox uchun qancha pul borligiga qarang. Jennerson, menimcha soliqni to'lash uchun navbatga turish kerak. Yo'q, xudoyim, nima uchun ular buncha ko'p? Va keling topaman, men oxirida turamanmi? Men tayyorman. Mayli, jitelar menga soliqni to'lash uchun ichkariga kirishlari mumkin. Bas, agar ularda soliq bo'lmasa-chi, qurbonlik uchun ularni o'ldiraman. Eshiklarni oching, hozir soliq mavsumi. To'g'risini aytaman, biroz ishtonimni qo'llab qo'ydim, ammo qo'rqishga hojat yo'q. Menda juda ko'p pul bor. Xo'y, senda qancha? Bu oilamni boqish uchun yetib ortadi. Yo'q, bu nima edi? Menimcha jitel soliq uchun pul yig'ishni xotirasidan chiqargan. Yo'q, xudoyim, birodar. Xo'sh, senda men uchun nima bor? Lord Grox, men sizga bu pullarni olib kelish uchun mashaqqat bilan ishladim. Yo'q, bratan, ana bu yerga tur. Sen bilan keyinroq gaplashamiz. Yo'q, men olishdan qo'rqaman. Jennerson, Grox, siz juda shafqatsizsiz. Keyingisi, men hozir yo o'laman, yo tirik qolaman. Salom, bratan, hozir meni 5 yoshli mijozim Grox uchun pul to'layapti. Senda hamma narsa joyidami? Xohlasang qarz berib turaman. Idina, xo'sh, meni navbatim. Mayli, menga omad tilang. Qani ichkariga kirib Groxga soliqlarni berchi, do'stim. Lord Grox demanguningcha gapirishing mumkin emas. Va Groxga hurmatsizlik qilma. Men tayyorman. Va bu oxirgi jetelmi? Soliqlarni berishingdan oldin aytchi, nima uchun oxirgi bo'lding? Lord Grox, bilasizmi, men bitta shaxsiy ishlarimni hal qilishim kerak edi. Voy, birodar, Grox uchun hech qanday shaxsiy narsa yo'q. Jennerson, qanday bahona o'ylab topsam ekan? Janob Grox, men siz xursand bo'lishingiz uchun yanada ko'proq soliq ishlamoqchi edim. Mayli, qurbaqajon, shunchaki soliqlaringni menga ber. Agar yana navbatda turadigan bo'lsang, ko'tingga tiqaman. Keyingi safar sizni uyaltirmayman. Men sen meni xohlagan narsamni qila oladigan qudratim borligini bilishingni xohlardim. Shuning uchun menga xo'jayinday murojaat qil. Sizlar esa meni qullarimsiz. Janob Grox, bilaman, men sizga xuddi xo'jayinga murojaat qilgandek murojaat qilishim kerak. Axir siz jetellarning xo'jayinisiz. Jennerson, men buni qadrlayman. Endi ertaga menga soliqlarimni olib kelganingda yaxshi bo'lardi. Lord Grox, men siz uchun butun kun davomida ishlamoqchiman. Men sen bilan faxrlanaman. Yana nima? Xo'jayinmish. Sen uchun hatto pul ishlamoqchi emasman. Mayli, shaxtaga tezroq boray. Yo, bratan, ishlaring qanday? Deyarli yaxshi. O'zingdachi? Uncha yaxshi emas. Meni do'stlarimni ular yetarlicha soliq yig'ishmagani uchun o'ldirishyapti. Bu juda qayg'uli. Hamdardman. Omad senga. Rahmat. Men endi uyga borishim kerak. Axir xotinim tug'di. Nima? Voy, jala, nima qilding? Kechirasiz, uni gay deb o'ylabman. Xo'sh, mana 3-kun ham tugadi. Yetarlicha ko'p pul yig'dik, shuning uchun o'zimizga barakalla. Qani keting, bugun navbatda oxirgi bo'lmayman. Xo'sh, menga omad tilang. Kimnidir o'ldirishdi. Menga po'xiy. Keyingisi, salom qurbaqajon, bugun menga qancha soliq olib kelding? Xavotir olmang, Lord Grox, mana sizning pullaringiz. Jennerson, sen eng zo'rsan. Bilasizmi, kichkinagina savolim bor edi. Mana bu jetellar bu yerda nima qilyapti? Bu jetellar menga yetarlicha soliq to'lashmagan, men ularni ko'tiga jazolayapman. Yo'q, jetellar o'zini biznesini ochibdimi? Men buni tekshirishim kerak. Ular hali ham suyuqlikni sotishadimi? Groxni maxsus suyuqligini tatib ko'rishga sabrim chidamayapti. Agar to'poy bo'lmasang, buni ichmaysan. Vau, men ichimda kuchni, ichimda qudratni, energiyani his qilyapman. Qanday qilib bu darajada tez sindiryapsan? Men Groxni yaxshi ko'raman. Reklama yomon emas, lekin baribir ichmayman. Men bu suyuqlikni xohlayman. Yaxshi, keling buni qilamiz. Lord Grox, men sizga yana ozgina berish uchun qaytib keldim. Sen meni sevimli jetelimsan, sen menga juda ham ko'p to'layapsan. Qo'ysangizchi, janob Grox, meni uyaltirmang. Joyingizdan qimillamang. Sizda ikkita yo'l bor. Yoki o'g'lingiz o'ladi, yoki menga hamma pullaringizni berasiz. Mayli, mana meni hamma pullarimni oling. Men o'g'lim tirik qolishini xohlayman. Rahmat, dadajon. Bu telbalik. Ha, yedin axuy. Yo'q, dada.
Ha, seni loq qildim. Grox, qadrdonim, men bu yerga sizga soliqlarni berish uchun keldim. Qani ketdik. Iltimos, menga biroz pul bering. Men uysiz bo'lmishman. Nima, tupoymisan? Yon atrofing to'la pul-ku. Bu qurbaqani eshitmang. Menga pul bering. Men uysiz bo'lmishman. Voy jala. Lord Grox, Qurbaqajon, sen bilan bir kun kelib birga ishlashimizni tasavvur qilyapman. soliqlarni to'ladim. Bekorchilik shuning uchun maktabga keldim. Yaxshi, jitlar IQ testiga xush kelibsiz. Siz imtihonga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Aha, bekorga kelibman. Yo'q, sen darsni qoldirib keta olmaysan. Yo'qsa seni ko'tingga tiqamiz. Ha, Lord Grox, Juniorson qaydan ham keldi? Savolga noto'g'ri javob bergan jazolanadi. Birinchi savol, sivilizatsiyadagi eng shafqatsiz jazo kimniki? Qiziq, u kimni tanlarkan? Sen. Men bilmayman, janob Grox. Bu o'sha muzeydagi bolakaymi? Men to'g'ri aytyapmanmi? Yo'q, javob bu men. Keling, keyingi savolga o'tamiz. Xo'sh, keyingisi kim bo'ladi ekan? Sen jitelning haq-huquqi bo'lishi kerakmi? Ha, albatta, janob Grox. Hey, birodar, axir bu aniq noto'g'ri-ku. Noto'g'ri. Yo'q, buni qilmang. Nima uchun ular kulishyapti? Xo'sh, keyingisi kim bo'ladi? Yo'q, faqat men emas, iltimos, faqat men emas. Keyingisi bo'ladi, Qurbaqajon. Juniorson. Senga Groxning suyuqligi yoqadimi? Ha, Groxning suyuqligi men tatib ko'rgan eng mazali suyuqlik. Hoy, Grox, nima qilyapsan? Yo'lni qo'y, noto'g'ri javob berishing kerak edi. Xo'sh, menda yana bitta savol. Qurbaqajon, Anilanus kanaliga obuna bo'lganmisan? Ha, men Anilanus kanaliga obuna bo'lganman. Sizga ham maslahat beraman. Ha, to'g'ri javob, obuna bo'ling. Bugun soliqlarni to'laganimni 11-kuni xo'sh edi dam olaman. Bu yana nima bo'ldi? Balki bu men o'g'limni yashirin bazasidir. Qarab ko'rish kerak. Aha, bu aniq uni bazasi. Xo'sh, sandiqda nima bor? Yo'q, axir bu yer to'lib yotdi-ku. Biz boymiz. Men bu yerdan ozgina olaman. Hoy, sandiqimdagi narsalarga tegma. Yo'q, o'zingni bos. Men hech narsani o'g'irlamoqchi emasdim. Shunchaki menga biroz pul bera olmaysanmi? Boshini qo'y. Yaxshi, hali ko'raman. Axir bu meni bazam, meni tutib olishlarini xohlamayman. Video tugasi ko'tingga tiqaman, hali qarab tur. Mayli, shaxtaga qaytish vaqti keldi. Mana bu qanaqa e'lon? Ozod jitel bo'lish tanlovi. Yo'q, men a'zo bo'lmoqchiman. Xo'y, bu yerda nima bo'layotganini bilasanmi? Agar tanlovda yutsang, sen hech qachon soliq to'lashing kerak bo'lmaydi. Qaror qandan yursa-da registratsiya qilaman. Yo'q, qani keting. Registratsiya kabineti mana shu yerda. Nima balo, u birinchi a'zo bo'lganmi? Men albatta bu tanlovda yutaman. Bardamroq bo'l, birodar. Senda umuman imkoniyat yo'q. A'zo bo'lganingiz uchun rahmat. Ha, men buni uzoq kutgandim. Baqiraverma, men ham tanlovda qatnashmoqchiman. Qurbaqajon, o'yinda qatnashmoqchi ekanligingga aminmisan? Chunki bu o'yinni Grox kompaniyasi o'tkazyapti. Agar yutqizsang, seni o'ldirishadi. Agar yutsang, tez ozodlikka ega bo'lasan. Menga po'qoy. Agar men yutsam, keyin hech qachon soliq to'lamayman. Yaxshi, men bir nechta do'stimni chaqirdim va biz birgalikda albatta yutamiz. Yaxshi, men eshitding, to'g'ri, biz oldin yaxshi munosabatda bo'lmagan bo'lishimiz mumkin, lekin biz g'alaba qozonish uchun birgalikda ishlashimiz kerak. Keyin esa biz hech qachon soliq to'lamaymiz. Tayyormisiz? Ha, janob. Lekin men xohlamayman. Shoshma, menda g'oya bor. Xo'sh, qanday, qulaymi? Ha, jurda. Men hammani ko'tiga tiqishingni xohlayman, lekin seni yaxshisi ko'rishmagani ma'qul. Xo'sh, qani ketdik.